qilishlikdan avval ana shu qilinadigan kasb yoki hunar haqida suhbat qilamiz. Avvalambor bu hunar shariatda ruxsat berilganmi, yo'qmi? Shuni bilib olishlik kerak. Shunday bir kasb, shunday bir hunarlar borki, musulmon kishi bu narsalarni qilishligi mumkin emas. Gunoh, ma'siyatga sabab bo'ladigan ishlar bor. Shu hunarni qilishlik musulmonga mumkin emas. Masalan, erkak kishi ayollarni sartaroshi bo'lishlik. Chunki bu kasbni qiladigan kishi ayol kishini sochini ushlaydi, badanini ushlaydi, ko'zi va qo'li zino qiladi. Musulmon erkak kishiga bunday hunar mumkin emas. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Al-aynani tazni va zinahuma nazar va zinahuma nazar wal yadani tazni va zinahuma lamas." Ikki ko'z zino qiladi, u